Arafaga ham bir kungina vaqt qoldi. Agar xamirli ovqatlar pishirishga vaqtingiz yetmayotgan bo'lsa, Banigora polfabrikatlari sizga yordamga keladi. Bugun pirojkilarimizni pishirish jarayonini ko'rsatib beraman. Listga mana shunaqa salofan qo'yib olamiz va pirojkilarimizni bittadan terib chiqamiz. Qarang, pirojkilarimiz qanaqa bir-biridan chiroyli. Ochilib ham ketmaydi. Hammasi bir xil bo'lib chiroyli bo'lib turib beradi. Vaqtingiz kamroq bo'lsa, tarelkaga shunaqa salofan qo'yib, pirojkilarimizni 1 minutdan 2 tomonni ham mikrovolnovkada eritib olamiz. Mana shunaqa svejidek yumshoq bo'lib chiqishi kerak. O'shanda juda ham yaxshi bo'lib chiqadi. Mana qarang, qanaqa yumshoqqina bo'lib chiqqan, xuddi hozir sveji bo'lib tayyorlangandek. Agar vaqtingiz bemalol bo'lsa, listga shunaqa salafanni yana ustiga yopib 2-3 soatga pirojkilarimizni o'zi eritishini kutamiz. Mana shunaqa yumshoq bo'lib turishi kerak. Ko'pchilik so'rashadi, "U muzlagan-ku qanaqa pishiramiz?" deb. Yo'q, mana qarang, qanaqa pishni, sochni chiqdi. Eng asosiysi yumshatishda. Qarang, qanaqa chiroyli. Mana hozir ikkinchi partiyamni ko'rsataman. Mana qarang, hammasi bir-biridan chiroyli, bemalol olishlaringiz mumkin. Pishirgan pirojkilarimni yeb ko'rsataymi? Qarang, qanaqa chiroyligina chiqqan. Shu ta'mi zo'r. Qarang, qanaqa sochni. Muloyimgina chiqqan. Shu havaslaringizni keltiraman. Souslar bilan mazza qilib yeyolsangiz bo'ladi. Hamzalaringizga bersangiz ham, "Voy, bu kelin buncha chaqqona, hamma narsaga ulguradi" deb mazza qilib yeb olishadi. Bemalol buyurtma berishlaringiz mumkin. Banigora mahsulotlari uy ovqatlarini sog'inganlar uchun.